Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Bugun sizlar bilan Anvar Ergashev va Yuliya Medvedovskayaning 101 asari haqida gaplashamiz. Bu yerda 101 o'zbek bo'lgan. Ular Gollandiyaga o'z ixtiyori bilan bormagan va birortasi ham vatanga qaytmagan. Bu joy Gollandiyaning Amersfoort shahri yaqinidagi fashistlar lageri. Bugun uning o'rnida o'rmon va yodgorlik bor va har yili aprel oyida bu yerga gullar qo'yiladi. 1941-yil Smolensk yaqinidagi janglarda yuzlab sovet askarlari asirga tushadi. Nemislar ularning orasidan 101 kishini alohida ajratadi. Aksariyati o'zbek yigitlari edi. Nega aynan ular tanlandi? Chunki nemislarga ular kerak edi. Gollandiya xalqi bosqinchilarga bo'ysunmayotgan edi va nemislar ularga bu odamlarni ko'rsatib, biz kim bilan urushyapmiz demoqchi bo'ldi. Ular bu yigitlarni yovvoyi, past irqli qilib ko'rsatish uchun olib keldi. 27-sentyabr kuni 101 kishi lagerga yetib keldi. Ularda yupqa, yirtiq kiyim, oyoqlarida hech narsa yo'q edi. Ularga boshqa mahbuslarga beriladigan ovqatning yarmi berildi. Kim ularga yordam bermoqchi bo'lsa, butun lager jazolandi. Ular tosh tashishdi, qum tashishdi, har kuni kaltaklanishdi va bir kuni nemislar tomosha uyushtirishmoqchi bo'ladi. Kamera olib kelindi. Ochlikdan holdan toygan bu yigitlar oldiga bir bo'lak non tashlandi. Reja oddiy edi. Ular non uchun bir-birini yeyishsin. Kamera buni yozib olsin va butun Yevropaga ko'rsatsin. Nonni birinchi bo'lib olgan yigit uni yemadi. U nonni bo'lib yonidagiga uzatdi. U ham bo'lib keyingisiga uzatdi. Non zanjir bo'ylab hammaga teng bo'lib yetib bordi. 101 kishi bir bo'lak non va hech kim ko'proq olmadi. Nemislar g'azablandi, kameralar o'chirildi. Ular kutgan tomosha bo'lmadi. O'sha kuni bu yigitlar shafqatsiz kaltaklandi. Oradan 6 oy o'tdi. 24 kishi ochlik va kasallikdan lagerda vafot etdi. 1942-yil 9-aprel kuni qolgan 77 kishi o'rmonga olib chiqildi va o'sha yerda otib tashlandi. Bu Gollandiyadagi eng yirik qotilliklardan biri edi. Ularning ismlari yozib olinmadi. Ular yarim asrdan ortiq unutilib yotdi. Keyinchalik gollandiyalik bir jurnalist bu tarixni ochdi va arxivlarni titdi. Qorovullarning ko'rsatmalarini topdi va dunyo bu voqealarni bildi. Bugun har yili 9-aprelda o'sha o'rmonga odamlar yig'iladi va 77 dona qizil gul qo'yiladi. O'sha halok bo'lganlar uchun, 24 dona oq gul lagerda vafot etganlar uchun. Gollandiyaliklar buni har yili takrorlaydi. Ular unutilmadi. Nemislar bu yigitlarni sharmanda qilish uchun olib kelgan edi. Ular esa butun Yevropaga insoniylik qanday bo'lishini ko'rsatib ketdi. Bir bo'lak non bilan. Bu yigitlarning ismlarini hech kim bilmaydi, lekin ularning qilgan ishini biz bilamiz.